Abi, asfalt ko'cha, stolba освещения, maktab, bog'cha, sivilizatsiya yon atrofimizda bemalol sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Bizda sotilayotgan, mana shu ko'rayotgan uchastkamiz 6,5 sotuv yerga ega bo'lgan joyimizni sotilyapti 190 ming egalari so'rashyapti. Kelishilinadigan joylari bor. 29 mingdan har bitta sutiga tushyapti. Buni eng преимущество kattasi fasadi. 30 metr fasad bo'lyapti. Uglovoy joyda joylashgan. Mana bu yoq tarafimiz bizda 17,5 metr bo'lyapti. Bu burchagimiz. Narigi burchagimiz esa bizda 20 metrdan sal oshiqroq bo'lyapti. Qarang, suvoda turibdi. 9 ta xonasi bor. Kirib yashaydigan sharoitda. Yoki o'zingiz uchun bizni bemalol 2 ta 3 ta uchastka ham shu yerda o'zingiz uchun ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Eng asosiysi manzilga keladigan bo'lsa, manzil Bitonka Hasanboy postidan 1,4 kilometr kirib kelganimizda mana shu xonadon fayzli mana bemalol kiring mana ko'ring. Mashina bemalol olib kirsa bo'ladi. 2 ta darvoza bor. Bu yoq tarafdan ham kirsangiz bo'ladi. Mana o'ng tarafdagi darvozadan ham kirsangiz bo'ladi. Uglovoy joylashgan, bu yoq o'ng tarafimizdagi tupik ko'cha, mana darvoza ham qo'yilgan. Bu yoqdan ham mashina olib kirsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoq tarafimizda pastligi 20 dan sal oshiqroq metrda tushgan. Bu yoq tarafimizda men aytganimdek 17,5 metr bo'lyapti. Xonalarimizni ichi remontlari bor, toza, kirib yashaydigan, narxi juda ham ajoyib. Telefon raqamlarini qoldirib, tez aloqaga chiqib, kelib ko'rib savdolashib, baraka qilib yuborasiz.